Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Men Nilufar Anvarovna, Registon o'quv markazining ingliz tili fani o'qituvchisiman. Ko'pgina o'quvchi yoshlarimizni iltimoslariga ko'ra bugun sizlar bilan wish haqida gaplashamiz. Wish sentence bu istak gaplarni ma'nosi, ya'ni istak gaplarga teng bo'ladi. O'zimizni, demak, o'zbek tilida sa yuklamasi orqali yasaladigan gaplar. Masalan, qaniydi uyim bo'lsa yoki masalan qaniydi mashina olsam, sayohat qilardim kabi gaplar istak gaplar sanaladi. Ingliz tilida ham bu gaplar bor va biz ularni wish sentences deymiz. Odatda biz wish gaplarini o'rganishimizdan oldin wishni o'zi nima ekanligi haqida bilib olishimiz kerak. Wish bu fe'l va uning tarjimasi xohlamoq, istamoq ma'nosini bildiradi. Ya'ni wishni o'zi bilan ham bitta oddiy gap tutsa bo'ladi. Misol uchun, I wish to buy a car. Ya'ni men mashina sotib olishni xohlayman. Biz wishdan keyin to so'zini ishlatishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni to buy, to go, to do kabi. Chunki wish aynan o'zi bilan to olib keladigan, ya'ni fe'llarni chaqirib keladi. Ya'ni to bilan keladi. Hech qachon biz wishdan keyin ing yoki ed kabi qo'shimchali fe'llarni ishlatmaymiz. Endi wish gaplar haqida gapiradigan bo'lsak, bizda asosan 3 ta tur haqida o'rgatilinadi. Birinchi turimiz wish bilan past simple kelishi. Ya'ni subject plus wish va wishdan keyin past simple ni ishlatishimiz. Bu hozirgi zamonda, ya'ni ayni damda, hozirgi holatda biror narsani xohlamoq uchun ishlatilinadi. Ya'ni masalan, deylik, men hozir xohlayapman ovqat yeyishni. Men aytaman, I wish I ate the dinner yoki I wish I ate the lunch. Mana bu yerda ate so'zi, ya'ni past simple ishlatganimiz sababi men bu narsani hozir xohlayotganimda. Ko'pchilik o'quvchilar xato qiladi. Bizda demak formulalarimizda today, now, at the moment kabi signal so'zlar kelganda present continuous yoki present simple ni olib ketadi. Yo'q do'stlar, wish bilan biz faqat past zamonlarni ishlatamiz. Birinchi o'rinda past simple ishlatamiz va ma'nosi hozirgiga teng bo'ladi. Endi o'tmish haqida gapiradigan bo'lsak, ya'ni istardimki uni ko'rmaganimda edi, istardimki tarix o'qiganimda edi kabi, ya'ni edi ma'nosini bildiradigan holatda gapiradigan bo'lsak, unda biz subject plus wish hamda past perfect yoki past perfect continuous formulalaridan foydalansak bo'ladi. Demak, qaytarib o'tyapman, o'tmish haqida gapirganimizda biz past perfect zamonlarni ishlatishimiz kerak bo'ladi. Va sizga signal so'z ataylabdan yesterday, last week, last year kabi past simple signallarini berib qo'yadi. Ko'p o'quvchilar bu formulalarni, ya'ni signal so'zlarga qarab zamonni noto'g'ri tanlab qo'yishyapti. Yesterdayni ko'rsa past simple olib qo'yishyapti. Aslida esa biz wish gaplarini ichida yesterday ko'rganimizda yoki last week kabi so'zlarni ko'rganimizda past perfect ishlatishimiz kerak bo'ladi. Misol ko'ramiz, I wish I hadn't seen him last year. Istar edimki uni o'tgan yili ko'rmaganimda edi. Nuqul janjallashamiz kabi masalan ma'noni hosil qiluvchi gaplar bor. Va mana shu yerda last year so'zi bo'lgani uchun ham hadn't seen deb past perfectda olishimiz kerak bo'ladi. Bu bizda ikkinchi tur bo'ldi va oxirgi uchinchi tur wishning nolish uchun kelishi. Biz odatda biror narsadan noliganimizda wish gaplarni ishlatsak bo'ladi va bu holatda subject plus wish hamda undan keyin subject plus would were one formulasidan foydalanamiz. Ya'ni would ni ishlatamiz. Masalan, I wish you would stop smoking. Istardimki chekishni to'xtatsang, ya'ni biz birorta narsadan nolib, shuni to'xtatsang edi degan ma'noda aytyapmiz. Bu holatda biz would ishlatishimiz kerak bo'ladi. Yoki I wish it would stop raining. Istardimki, demak, yomg'ir yog'ishi to'xtaganda edi. Mana shunaqa holatlarda siz wish bilan, demak, would ni ishlatishingiz kerak bo'ladi. Shuningdek, wish gaplarda modal fe'llarning o'tgan zamon shaklini olishimiz mumkin, ya'ni might yoki could modal fe'llarini ham ishlatishimiz mumkin. To be ishlatayotganimizda esa xuddi if sentence, ya'ni if gaplariga o'xshab to be ning were shaklini birinchi o'rinda ishlatamiz. Ya'ni I wish I were a pilot. Istardimki uchuvchi bo'lsam. Agar testingizda were shakli berilmagan bo'lsa, unda siz was ni olishingiz mumkin bo'ladi. Darslarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang, do'stlaringizni taklif qiling va keyingi darslarda faolroq qatnashing.